24-oktyabr 2025 yil Ovsinlar seriali muxlislari uchun unutilmas kecha bo'ladi. Soat 20 da Milliy TV kanalida 25-qism namoyish etiladi. U yangi syujet burilishlari va kutilmagan uchrashuvlar bilan hayratga soladi. Dastlabki daqiqalardan boshlab aniq bo'ladi-ki, serial yaratuvchilari sifatni yuqori darajada saqlab qolishga intilishadi, qiziqarli syujetni aktyorlarning yorqin o'yinlari bilan uyg'unlashtiradi. Ushbu qismda tomoshabinlarning e'tiborini markaziy qahramonlarning ichki qarama-qarshiliklari va murakkab hayotiy qarorlariga duch keladigan hissiy sahnalar jalb qiladi. Serialning chinakam his-tuyg'ularni ko'rsatishdan cho'chimaydi, bu esa yaqinlik va samimiylik muhitini yaratadi. Musiqa va vizual yechimlar har bir lahzani yanada jonli qiladi, qahramonlar bilan birga his qilish imkonini beradi. Har yangi Ovsinlar qismi loyihaning rivojlanayotganini va tomoshabinlar qiziqishini yo'qotmayotganini ko'rsatadi. Agar siz drama, his-tuyg'ular va hayotiy hikoyalar bilan to'la sifatli o'zbek seriallarini qadrlasangiz, 25-qism ekran qarshisida kechani maroqli o'tkazish uchun ajoyib sabab bo'ladi.